Turli ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlik cho'qqisiga yetgan Jasmin Trans nomi bilan tanilgan Muzaffar Rahiyev bugun temir panjara ortida. Unga 15-20 yil qamoq jazosi berilish xavfi mavjud va u hozir erkaklar bilan bir joyda saqlanmoqda. Atrofida turli mishmishlari, gap so'zlari va sirli taxminlar aylanyapti. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Muzaffar asli andijonlik va u jinsini o'zgartirganini 2017-yilda ochiqchasiga aytgan, o'zini ayol deb his qilish haqida gapirgan edi. Ishonchli manbalarda ham turli shakllarda video bo'lib tarqalgan. So'nggi holat 2025-yil oktyabr oyida Muzaffar Turkiyada hibsga olingani haqida bir qator o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida xabarlar chiqdi. U bir necha shaxslar bilan birga qo'lga olingan va hozircha erkaklar qamoqxonasida tutilmoqda deya aytilgan. Turli Instagram sahifalarida tarqalgan postlar shuni aytadiki, uning sud jarayoni yakuniy bosqichda va unga qarshi 15-20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi talab qilinmoqda. Hozirga qadar rasman qamoqdan chiqqani yoki ozod bo'lgani haqida hech qanday tasdiq yo'q. Aksincha, so'nggi xabarlarda uning holati jiddiy deb qayd etilgan. Hozircha rasmiy sud hukmi e'lon qilinmagan, shuning uchun aksariyat ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda chiqmoqda. Rasmiy yangilik manbalari orqali tasdiqlanmagan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan vafot etdi yoki ozod bo'ldi kabi xabarlarning hech biri ishonchli tasdiqlangan emas. U hali tirik va hibsda degan ma'lumotlar ko'proq tarqalmoqda. Xulosa qilib aytganda, Muzaffar Rahiyev o'zbek trans bloggeri jinsini o'zgartirganini ochiq aytgan. 2025-yilda Turkiyada hibsga olingan. Hozir erkaklar qamoqxonasida tutilmoqda. Rasmiy hukm yo'q, ammo sudda 15-20 yilgacha qamoq jazosi tahdidi bor. Ozod bo'lgani yoki o'lgani haqida tasdiqlangan xabar yo'q. Siz nima deb o'ylaysiz, bu ish bo'yicha adolat bo'ladimi? Fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Uning ozod bo'lishini xohlaganlar like tugmasini yoki uzoq muddatga qamalishini xohlaganlar kanalga obuna tugmasini bosib qo'ying.